Janob Rasulullohning bir mashhur hadislari milliard inson dunyoda tug'ilar ekan, hammasi islomiy tabiatda tug'iladi. Ya'ni tug'ilib turgan farzand hammasi musulmon tug'iladi. Kofirni bolasi ham. Ota-onani ta'siri shunday kuchliki, Yahudi tarbiya qilib bolasini Yahudi qiladi. Nasroniy tarbiya qilib bolasini nasroniy qiladi. Oxiri bo'lib bolasi yashanib kuni onasi bilan otasi bilan cherkovga boradigan bo'lyapti. Majusiy oxiri tarbiya qilib bolasini masalan o'tga sig'inadigan qilyapti. Hindam o'sha ota-onani tarbiyasida katta bo'lib turib, molga sig'inadigan bo'lib qolyapti. Agar musulmonniki quchog'ida katta bo'lsa, o'sha ham musulmon bola bo'lib qolaverardi. Endi kitobda aytayaptiki, Xudo taborak va taolo musulmon qilib berib yaratgan narsani bitta iflos yahudi qilib yuboryapti. Nasroniy tarbiya berib nasroniy qilib, afsus senga aftinga tupurib yuborganlarim keladiki, musulmon turgan bolani namozdan qilolmasina deydi. Musulmon turgan bolani namozga buralmayapsan sen deydi. Lekin yahudi qilib yuboryapti tarbiyasi bilan. Bu nimaga dalolat qiladi? Ota-onaning tarbiyasining ta'siri qattiqligiga dalolat qiladi. Juda kuchli asllarga e'tibor bersa ta'siri. Esingizdan chiqmasin, Xudo taolo diningizni so'ragandan keyin moza allamtahu va moza adnabtahu ni ham so'raydi. Bolangga nima o'rgatding degan narsani Xudo so'raydi. Savol ishtish ham bor deyapti.